Ay, Asqarjon. Choy tayyor bo'ldi. Chiqib chayingni ichib olgin. Ha, mana. Choy tayyor bo'ldimi, dada? Ha. Men qo'yay. Ilanga, dada. Balam, xizmatga chiqqaningga necha yil bo'ldi. Endi gapimni anglab o'ylangin. Rahmatlik opangning ro'yimi xushib qolsin. Oilada ayol zoti bo'lmasa, uyning guli ichilmaydi, bola. Sen buni obdaroq o'ylangin. Dada. Men qachon ko'nglimdagidek qizni topmaguncha hargiz to'y qilmayman. Vaqt o'tib qopti. Men mang'ash turay. To'xta, gapim tiq tugimidi, bilmang emas. Bu bo'lmasa. To'xtab turing. Ma'lum sizningmi? Ha, meniki. Bu Palampayda turibdi ekan. Rahmat sizga. O qiz zoti kimdi? Bu yerga nima qilib kelgandi? Shirkatga yangidan kelgan qizmidi ya? Ajab chiroyli qizgina. Haras. Faridadan so'rab boqaychi. Farida, sizga bir gap desam, menga yordam qila olasizmi? Qani ayting. Opamning necha kun bo'ldi mijozi yo'q. Doktorxonaga opasam bolnisi yozsin deydi. Oldin 3 ming yuan zakolat puli topshirdi ekanmiz. Shunga sizni berib turam degan edim. Sizning dadangiz u tugab ketgan. Kamil akamdan so'ray desam, texi yaqinda meni bu yerga o'rinlashtirib qo'ydi. Yana yordam so'rashga xijil bo'lyapman. Menda munchalik pul yo'q. Biroq boshqalardan so'rab boqay. Ma'qul. Doktor. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Opamning ahvolini bilib boqay degan edim. Opangizning kesili og'ir ekan, biroq zakolat pul topshirmasanglar yotoqda yotqizishga bizmi amalsiz. Rahmat sizga. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Doktorxonaga birsini yo'qlab kelganmidingiz?
paranglashqash, billa tamoq yesak bo'pti ekan. Kechirsiz, men tamoq yeb bo'lgan, ozroq ishim bor edi, xo'sh. To'xtab turing. Ismim Asqar. Farida bilan bir shirkatda ishlayman. Ismingiz nima? Tanishib qolaylik. Mening ismim Ikbar. Yaxshimsizlar. Tamoq kirdinglarmi? Farida, yilqi pulning ishini so'rab baqdingizmi? Telefon urib baqaya. Sana boldum aşık sende Bilsem şu azabımni Yaxshimsan ada. Mundaq ishdi. Mening bir do'stimga jiddiy pul lozim bo'lib qopti. Shuni senda bo'lsa berib turamikin degan edim. Qancha pul? 3000 yuan. 3000 yuan. Undaqda, ata javobini beray. Ma'qul. Endi edim. Ati javobini berdigan bo'ldi. Gel gel yanım kıyma beni sen Süygümünü versem sana Gel gel yanım kıyma beni sen Süygümünü versem sana Beni oynatma Beni oynatma Bayqı balımı şirket işleminde. Qandaq keziniz tushyotamdi? Yo'q, nimalarni deydigansiz Farida? Mening hozir bütün o'y xiyolim opamni qandaq qilib davolashdi. Farida? Men maqashtiray. Iparga pul lozim bo'lib qoptimi? Shundaq. Uning apis doktorxonada yetib qopti ekan. Jiddiy pul lozim bo'lib qopti. Men mangaya. Ma'qul. Meni kechiring opa. Qizim, men bo'ldingiz? Men bo'ldingiz, ha? Men pulning amalini qilolmadim, jinim opa. Hechqisi yo'q, bolam. Mana yaxshi bo'lib qoldim-ku. Hozircha to'g'ri ichib turing. Keyin men sizni cho'qim davoldiman. Ma'qul, mendan ansirama, qizim. Opa, sizin bir ishni so'ng telefonga qo'shilasizmi? Qayerda? Restoranda naqsh etgan bo'lsa, Meni xo'sh bo'lsin deysiz. Ikkinchi bundoq gapni qilmang, qizim. sizni cho'qim davoladim, jinim opa. Sizdan ayrilib qolsam bo'lmaydi. U ozg'ina maoshim uy ijorasi bilan turmushimizga oran yetyapsa, sizni qanday davoladim? Ma'quldan jinim opa. Telefonga qo'shiling, naqsh aytaychi. Sizdan-ku ansirmayman, qizim. Biroq oshiyaning muhitidan ansirayman. Xotirjam bo'ling opa. U yerda faqat vaqtliq ishlayman. Kesilamiz yaxshi bo'lib ketgandan keyin u yerda hargiz ishlamayman, ma'qulmi opa? Bo'lamdi. Dada. Bir xizmatdashimga jiddiy pul lozim ekan. 3000 yuan bersangiz bo'pti ekan. Nima kerak ekan? Opasini balni yotqizmoqchi ekan. Men yordam qilay degan edim. Bo'ladi bola. Boshqalarga yordam beray, savobliq ish. Ata, ishxondan ilovaq. Mumkin bo'lsa hozirlab bergan bo'lsangiz. Shuncha jiddiymi? Ha.
Senden yardım so'ragan qizmi yoki o'g'ilmi? Qiz bo'lsa beraman, o'g'il bo'lsa bermayman juma. Dada. Chaqchaq qilmang. Ma'qul, ma'qul. Mana bu pul kartasi, maxfiy nomerni o'zing bilsang. Rahmat dada. Hozirlik kelaman. Xo'sh. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Birinchi karavotdagi kasal doktorxonadan chiqib ketdimi? Puldan qisilib qilib chiqib ketdi. Assalomu alaykum. Tayirma? Qanday ahvoling? Sizlarning bilimga yangidan kelgan qizning telefon nomerini bilamsan? Eliqi chiroyli qiz bo'ldimsan? Men texoni boyli mushayada ko'rgandim. Nada? Xushnova restoranda. Xushnova restoranda? Rahmat adash. Kiyimimni almashtirib hozirlab boraman. Xo'sh. İkbal, siz nima uchun o'zingizni mendan buncha qochirsiz? Siz nima ish mening keynimga kirib olsiz? Bo'ldi, boshqa gapni qilmang. Siz nima ish qilganingizda doktorxonadan yondirib chiqdingiz? Nima? Siz qanday bildingiz? Bugun doktorxonaga borgandim. Doktor chiqib ketganlarni aytdi. Siz nimaga borgandingiz? Sizga pul olib bergili. Nima? Pul olib bergili? Shundoq, pul olib bergili. Minglab avvar bo'lganligingizga rahmat. O'tinib qolay, endi keynimga kirib olmisiz? İkbal, sizni nima uchun buncha yaxshi ko'rib qolganimni o'zim bilmayman. Biroq siz meni tushunmaysiz. Ola, sana nima bo'ldi? Yetib ketibsan-ku. Bo'ldi bola. Endi sana o'ylan demayman. Qachonda o'ylangin kelsa, shu chaqda o'ylan. Biroq sana bir shartim bor. Men sening bunda hamkin holatingni ko'rishni xohlamayman. Sen 4 yosh vaqtingda opangdan ayrilib qolding. Hozirga qadar men sening hech qanday narsangni kam qilmay, barliq xo'shalliklarni ata qilib keldim o'g'lim. Sen hamma narsani mahrum qolgan odamdek g'amgin yursang, men qandoqmi chidayman? Dada, men o'ylanmayman demoqchi emasman. Biroq nima biroq? Qani ayta, sen nima bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. Ko'nglingdagi gapni menga demak, kimga deysan? Men sening dadang ham opam. Mendan yoshirma bolam. Bundaq ish. Shirkatga yangidan bir qiz kelgandi. Ularning oilasi bir qiyinchilik ekan. Men o'qirga yordam qilay deb shuncha qilsam, nima ish qilgan o'zini mendan qochirib yuraydi. Meningcha u opasini davolatish uchun restoranda naqsh etayotgan bo'lishi mumkin. Biz u qizga boshqacha usul yordam qilsak, restoranda naqsh etmagan bo'lsa, yeriq kuni siz bergan pulni elishga unimidi. Shundaqmi? Bo'ladi bolam. Undaqda men Komil bilan ko'rishib boqay. Sen bu ishdan xotirjam bo'lgin.
Qandaq, işinla aldıraşmı? İkbar xeyli künüp qalğandaq qılamdı. Ha. Günüp qaldı. Yaxşı işləvatıdı. Sizge bir işni məsləhət salay deb kelib edim. Siz çoxum könglimdeki gapni qilasiz, Kamil. Şirketimizdə Əsqar isimlik bir yigit bor. Ailə əhvalımı nəhayət yaxşı. İhbar şirkətə kelgandan beri o yigit ihbarga yaqinchilik qilsa, o rad qilib etibdi. Agar ihbarning loyig'i bo'lmasa, bu ishni o'ylanib baqan bo'lsanglar. Bo'ldi, Kamil. Men bu ishning javobini pat arada beray. Qani, chayga beqing. Naqşqız. Sizlar nima qilmoqchi? Nega o'ynab kelamiz? Yurma. Sizlar nima qilmoqchi? O'ynab kelaylik. Bizga mayli sayrab bermamsiz? Meni qo'yinglar. O'ynab kelaylik. Bizga mayli sayrab bermamsiz? Bu Asqarkan-ku. Sening tunishingmi? Jurak ketamiz. Hech nima bo'lmagansiz? Yo'q. Endi naqsh etmang bo'lamdi. Boyaq ish uchun sizga rahmat aytdim. Biroq bundan keyin ishimga aralashmang. İhbar, siz nima ish qilmagan bunda qo'pollik qilasiz? Men sizga nima yomonlik qildim? Menda nima ish qilib bunchalar o'zingizni ep qochsiz? Bu ishni sizga tushuntirmayman. Eng yaxshisi meni qo'g'lashmang. Voy, Farida, sizga deydigan gapim bor edi. qenidan. Pastga tushgan bo'lsangiz, Nima demoqchi bo'lganligingizni bilaman, telefonda davering. siz bilan yuzsiram ko'rishmoqchi edim. Ma'qul, hozir chiqay. Chopsam bo'ling. Nima ish bilan izlagandingiz? Siz ihbarga bir gap qilganmidingiz? U nima uchun meni ko'zga qochidi? Voy, Asqar, haqsizdan qasam mendan ko'ramsiz? Qiziq gapda bu. Mayli degan bo'ling yoki demagan bo'ling, ikkimizning ishiga aralashmang, bo'lamdi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, ishkirga kiring. Balam, o'zingiz kim bo'lasiz? Men Asqar bo'laman. Hada. Bor uyda bormi? Uyda bor balam. Uni bilan ko'rsam bo'ldi. Uning kayfiyati toza yaxshi emas. Ko'rsangiz bo'lmasmikin? Bu ishqa men sababchi. Men uning parishon bo'lishini hargiz xohlamayman. Hada. Sizdan bir ishni so'ramoqchidim. İpar nima uchun davomli parishonlik yuraydi? Meni ko'sili qochidi. Uning kulgunini bir qatimmi ko'rib boqmadim. Hada. Uning shurigida haqqi aytolmaydigan bir adat ilmi bormi ya? Uning ahvolini bakmuk bilgim bor. Siz hazırda özünüzle bu uydan çıkıp gidin. İpar, meni qo'g'lamang. Avval gapimni anglab beqing. Sizga tushundirmayman deb necha qatim aytdim. Darhol bu uydan chiqib keting. İpar, nima ish qilmag'i buncha borda o'shlik qilasiz? Chiqib keting. Gapni oz qilib chiqib keting. Gapingizni anglamayman, chiqib keting. İpar. İpar, gapimni anglab beqing. Nima qilganingiz? U yaxshi yigitkan bu. Sizni jinidimmi aziz ko'rdi ekan. U bolaga bunda qo'pollik qilganingiz bo'lmadi. Nima uchun uning talabini rad qilasiz? Appa! Mening to'y qilgim yo'q. Siz unutib qolmang. Sizning o'g'lingiz men bilan to'y qilgan. Men sizning qizingiz emas, balki keliningiz. Men sizning qiyin opam emas, o'z opam deb ko'raman. Endi siz o'zingizdan meni ayirib etmoqchimi? Qizim, men sizdan ayrılg'im yo'q. Men to'y qilmayman. Men to'y qilmayman. Appa, u da yaxshi yigitgan. Men uningga baxtsizlik olib kelaman. Man qarang qizim. Aşı şeytanı kallangizdan chiqarib etmay, mengu mushundoq o'tmoqchimi? Appa, tug'ilibla ota-onamdan yetim qoldim. Endilikda sizning ayrilib qolishni xohlamayman. Meni so'rlamang, appa. Men hozir hech kimga baxt etolmayman. Qizim, gapimga quloq sol. Sizga shuni deb qo'yay, ishqinglarning hech qanday munosabatinglar yo'q. Buningga men guvoh bo'la olmayman. Ishqinglar bir kunmi xotin bo'lib boqmadinglar. Uning ustiga bir-biringlarni yaxshi ko'rib boqmagan. Shundoq tursa, qandoqmi uni yo'ldoshim deb e'tirof qilasiz, qizim? O'zingizni ikkinchi qaytim tug'ildim deb hisoblang. Burun ishlarning hammasini unutib ketdim, bola. Bola, men sizning qiyin opangiz bo'lmay, o'z opangiz bo'lgan bo'lsam, bu to'yni qilmayman deyalandingiz. Men har vaqt vicdonim oldida o'zimni ayblab kelyapman. Sizning baxtsiz kechirmishlaringizga men sababchi bo'lib qoldim. O'tinib qolay, qizim, meni kechiring. Bu to'yni qilishga rozilik bering. Bo'lamdi, qizim, sizdan o'tinib qolay. O'tinib qolay, qizim. Bo'lamdi.
Kelgenim, ha? Ajabmi, chiroyli o'ltirib ketibsiz. Vah, 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 vah. Ey. Opamni qo'liga keltirib olib, mening xotinim bo'lib oldingizmi? Ha? Nima deb kuylayapsiz? Bar. Meni jo'laydigan qilib qo'ygan dalsiz. Meni jo'laydigan qilib qo'ygan dalsizlar. Bo'ldi, shaytonlik qilmang. Bargilim, shaytonliknimi? Siz menga o'rgatyapsiz. Qarasam hamma shaytonlar sizdan ta'lim olib bo'lgandek. Qadirkan bo'p qolsa bek yaxshi bo'lardi. Voy. Qadirkanmi? Yaxshi bu. Nada o'ynayapsizlar? Ma'qul. Bo'ladi, hozirla boraman. Nega borsiz? Bir soatda kelaman. Bugun qanday kun ishganligini bilamsiz? Bilmandigan. Bo'la. Ha. Yana bormi? Assalomu alaykum, og'aylar. Va alaykum assalom. O'tirlaga men qarzdor. Hanim bo'lsa meni unutib qolmabsizlarmi? Qasa qanday qiladi adash? Bugun payzim bilan o'ynab, pulinglarni serib olman. Oldirab po'atmasang bo'larmikin? Po'atmidi? Har qaysinglarni o'ngda qo'yman. Kimni o'ngda qo'yadi ekan, tek ko'rimizga. Xotinonga apsini o'qitib keldingmi, nima? Qaysing jaz qilishyapsa? Mana men qilyapman. 500 ni. Ola, mana. Bola, tika. Tikam. Mana utdim. Qaysing tiksa? Tikam. Yana bormi? Mana 200 qo'y. Mana, tikam. Aka. Akala, yana 500 ni. Bo'ldi, qilsang oramdiki ukam. Qarzni ustingga yuklayverib, to'layamay qolma yana. Gapni oz qilib akala. Ma. Seni obdan bilamiz. Qarz deganni har yo'lda to'laysan qolsan, ha? Shu emasmi? Natijada ziminimning borlig'ini bilib turib, chupayli qilyapsizlarmi? Otdim. Utdim, Mana, dattikam. Dattikam. Endi menga keldi, ha? Mana, dattikam. Yana bormi qaysing tiksa? Mana, dattikam. Xotinimning oldi ajab yarashmadi. Endi bormi, Mana 100 qo'y. Mana tikdi. Dattikam. Qara qo'ydiganlar bormi? Oxirgi qatim ta'lim sinopiga yana 500 ming berib. Ishdan poytibli kiryaptiding, yana utiriverding. Endi to'xtab qolsang bo'lamdi-ekan. Qadi, akala neshangdir. Utirayotgandan neshusum chekib ketay. Qarab turish, kelar qatim kelib, hammangni seriyotmaydigan bo'lsam. Senlar bilan men bog'ot ha? Bo'yningda qaristib ajab yo'g'on so'zlaysan-ku. Shu emasmi? Qo'shilsang buniki. Oldi bilan pulni to'layversan bo'lamdi-ekan, adash. Shu 30 ming qo'yga. Qanchalik pul teo? Sen uchun oz pul bo'lgandan berib tatasan. Qarab turish. Bugun kechdalar hammangni qaziga bog'otmaydigan bo'lsa. Qani ko'ramiz-ku. Qarab turish, ha? Ohoy, ami shaytonim, Ko'zingizni shumib bo'lib, apsin o'qotamsiz nima? Bir soatlik kelman deb endi keldingizmi? Qanday qilaman, og'aylarim qo'yib bermasa? Odam aytganga tozim at degan gap emasmi, Qanday dedim jinim? To'y kesimi mushtaq qilamsiz? Meni nima ko'rib qolyapsiz? Meni sodi ko'zga ilamsiz, ilmaysiz? Ko'zga ilmondigan? Undaq qilma. Bo'ldi qiling, mening ko'zimga kirmang. Arzuli qiziqirsiz. O'zingizni buncha bola ko'z tutib ketma. Bo'lamdi, jinim. Ko'zdiman qanday?
Mundaqdan. O'zimni ko'stiman-da. Unda bo'lsa, men sizga o'zimni bir ko'stib qo'y. Qandaq? Men pastga tushib uxlayman. Nemandaq odamni uxlatmay qapshayversa? İhbarni yolg'iz tashlab qo'yib nagi bordim. Hujrangda yotmasdan bu uyga kirib yetvag'ini olamizsi. Sening qayaring yangi to'y qilgan yigitga o'xshaydi. Og'aylaring so'zchacha qilmamdi balam. So'zchacha qizcha mening ustimda qiladi. Sening nima qaring? Men sana yaxshi bo'lsin da'vatman balam. Uxlab kunni kash qildiring. Endi birdan bo'lsa ihbarni aylantirib kirgan. Apa, dadamning mirosiga sherik bo'lgan bu asrandiga nimanchilar qilib ketilgan? To'ymas qarniyat. Yo'qla ko'zimdan. Ma'qul deganingda qilay. Bag'ras. O asrandini aylantiribcha qutulanmaydigan o'xshaymi? Bu yig'lama qizim. Uning uchun mendan ma'qul. Her ishqinlar o'zimning bolalari emasmi? Uningga gap qildim. Insonga gap tuzilib ketdi. Shunday qilishini bilardim. Men faqat sizning ajringizni oqlagan deb uning bilan to'y qilgan. Bilaman. Çapsan bosla arzulu xinem. Kamini qullari xizmatlariga tayyor. Çapsan bosla. Ha, mushar birdan o'tirib tur. Men oyoqqa berib kelay. Birdan o'tirib tur. Ma'quldanga? Nishad yig'iltiramda. Hozirlik kelman. Tezroq kelamsan? Yana shekil ketdi-da. Bargina, men keldim. Endi keldingizmi? Soat necha bo'ldi? Opamga gap nechiramay chiqqanga to'yg'izasiz? Bo'ldi qilim, malika. Bo'ldi, men ketdim. Gunoyimni yuyib. Ketni asqima, men ketdim. Obdan bir yerga olib o'tib kelay. Tur. Men bormayman. Men. Tur. Bo'ldi qilim, men. Bo'ldi, bormayman. Men. Mana bu sesio. Keldim. Assalomu alaykum, og'illar. Yaxshimisizlar? Kela. Ranglik o'tirib ketibsizlar-ku, ha? Sening rangingga kelishmaydi-ga, ha? Yashab ketinglar. Bu yoq mening ayolim bo'ladi. Ya Allah, adat Parizatdan birini elib olibsan, Juma. Men ma tanishtirib o'tay. Bu yoq Aysa, bu yoq Baxtiyor, bu yoq Hamid, o Ihbar. Bu qizlar Aynur, G'ayla. Yaxshimisiz? Qana, buni ko'taradi. Rahmat. Ihbar. Yana. Bundan ag'ash o'tir, ha? Qani og'illar, do'stligimiz uchun ko'taraylik. Xo'sh. Qani ag'ash o'tiringlar, og'illar. Qizlar, sizlarmi tortinmay ag'ash o'tiringlar, ha? Rahmat. Hamid kechib kelgandan keyin u jazosiga aroq akirsinmi? Qanday deydi, ha? Chataq yo'q. Akirsam akirdim. Aroq akirmagan bolalarmi-ku? Pulning ko'ziga qaramaydiganimni haqasin bilirsan-ku, ha? O'tirib turinglar. Qanday og'illarim nochibika? Meni biroz saqlab turinglar, og'illar. Chaqqaroq bo'la. Xotirjam bo'lg'ina 2 minut tilib kiraman. Xotirjam bo'la. Qani ko'tara. Xo'ja. Bir yuturum su bilan juytib turgan xinimkina bu, ha? Hamid ajab kirib bo'lmaydi. Xotinini bizga qarzga hisoblab berib ketib qoldimi-ya? Qanday dedim og'illar? Voy, Ifar xonim tatinmay ag'ash o'tiring deyman. Hamid bo'lmiz biz. Nima deyapsizlar? Eringizning gadangi qarz kelganini bilmamsiz xonim? Bo'ldi, ishqisi yo'q, qo'rqmang. Sizdek tomur chiqib qo'yada eringiz bilan kelisha olamiz. O'tiring-a.
Mana ağaylar, haraqni ep keldim. Nima bo'ldi? O'rningizdan turibsiz-ku. Meni mushunaq yerga keldingizmi? Meni qarzga tutib kelganmi? Ha? Men ketaman. Kim shundoq deydi? Ketaman. Mening yuzimni qilib bo'lsinmi? Ketmay o'tiring. Bo'ldi. Men qaytib ketay. Bu yerda o'ltamayman. Ketaman. Mening gapimni anglab. Birdam o'tiribman. O'tiring. O'tiring. O'tiring, avatiman. O'tiring, ha. Voy adash, to'yni qilib saymog'im bo'lib qoldingmi nima, ha? Nima deyapsa, vijdonimni saqlab yashab kelayotgan o'g'il bolajimi men? Texi u holga tushib qolma deb, bildingmi? Hamid, ketaylik. Qaranglar uni o'ltirishini. Ağaylarimning oldida to'la yuzimni tushamoqchimi? Ketaylik, ma'quldan. Ag'illar, qaranglar uni o'ltirishi rosa saymog'ini o'zi bo'ptimi nima, ha? Adash, aldirab bo'atma desam unamaysa. Ketaylik, bo'landi. Ma'quldan. Nimanda qilsa? Ha? Ağaylarimning oldida nimanda qo'tildan bersa? Xotin kishi degan narsa. Ketmisingiz. Undaqda men ketman. Nega borsa, bu yerda o'lta davotiman. Ketmaysizmi sen texi? Oyoq kishini mushtaq urgan bormi? Aralashmay ner tura? Xotinimga birnim deyishgan o'xshamabsa. Kim seni xotining birnim debdi? Pul berish eg'ir kelib xotiningni bizga urib berdingmi? Ko'ygan tamga ishdigan nimigina bu? Gardash qarzda ot o'lib yo'qonchiligini buni. Amsi uningga nima bo'ldi? Xotindan olamga uchun bizni elvatida. Relika, mashinangni arishqichini beri. Men uni uyga operativ tiplik kelay. Bo'lmasa o menga chatoq terib ham so'y yana. Ma, asrandi. Endi. Ne yo'qolganda? Hamid xonning mashinasini so'qib etibdi. O dadamning marosnamasini bermaydigan bo'lsa, o ikkisini uydan surib chiqirman deb chalvoqab o'ltirdi. Bu shundoq bo'lishini bilardim, qizim. Hamma gunoh menda. Men sizni qarab turib o'tqa itdardim. O'g'limning qandoqligini bilibdi. Sizni uning bilan to'y qilishga so'radim. O'g'lim shig'lama. Bo'ldi. Xayolimda o siz bilan to'y qilsa, o'zgarik yaxshi odam bo'larmikin deb o'ylabdim. Biroq o hayvon tuzalmak yo'qmi, yovuzlashib ketdi emasmi? Sizni o'zingizdan qarzdor his qilib, bu to'yga ma'qul bo'libsiz.
Bu ishlarni endi his qilyapman. Meni kechiring qizim. Qizim, men deyha hayot turib, u tatta atmasdan dadisining mirosini talishib kelyapti. Biz uy vaqtimizni uningga tashlab berib, yiroq joylarga ketaylik bolam. Apa, bu yerdan kelsak turmushimizni qanday qamdaymiz? Xotirjam bo'ling qizim. Apamdan qolgan oltin jabduqlarni saqlab qo'ygan edi. Shuni ilishig'i berib, hozir kunimizni o'tkazib turaylik. Keyingi ishlarni ahvolga qarab bir taraf qilamiz. Kipar, uyingiz kirsam yo'q ekansiz, bu yetganligingizni bilatdim. Farida, hamma ishlarimdan xabar topdingiz. Endi qanday qilsam bo'ladi? Men sizning o'zingizni nima uchun Asqardan ip qochadiganligingizni endi tushundim. Kipar, Asqarni shuncha yaxshi ko'rib turib, nima uchun o'zingizni qiynaysiz? Qiynabingiz uchun o'z muhabbatingizni qurbon qilamsiz? Kipar. Men Asqarni shuncha yaxshi ko'rgan bo'lsam, uning muhabbatiga erisholmadim. Lekin siz erishdingiz. Uning ko'nglingizni bering. Bu chiroyliqmikan? Sizga bir ishni desam bo'lamdi. Bugun men alohida sizga atab o'zga olgan edim. Yoqtirasizmi? Yoqtirmadingizmi? Menimcha cho'qim yoqtirdingiz. Akalar, sep qo'yay. Yana bir ishni so'rag'im kelyapti.
Qani so'rang. Heliq kuni nima uchun meni uyingizdan qovlayapsiz? Bo'ldilar, xijil qilmang. Uzundan beri o'zingizni ataymandan epqash qilganingizni his qilg'ach qila, hozirga qadar kayningizdan qovlashib yurdim. Bo'lmasa, Bo'lmasa qanaqa qilardingiz?